G'arb o'zining islom yerlaridagi missionerlik faoliyatida musulmonlar orasida millatlararo va diniy adovat qo'zg'ash uchun zaif joylarni izlashga tayandi va shu yo'l bilan 1840, 1860, 1958, 1978 yillarda Livan va Shomda o'zaro ichki nizolar sodir bo'lganidek, G'arb davlatlarining islomiy davlat ishlariga aralashishlari uchun bahona paydo qilishga urindilar. Sharqshunoslar va missionerlar ozchiliklar muammolari deb nomlangan loyihani bu ayniqsa nasroniylarga tegishli ishga tushirish uchun bor imkoniyatlarini ishga soldilar. Toki kelajakda Yevropa davlatlari shu ozchiliklarni himoya qilib chiqsinlar. Ular bu maqsadlariga 16-asrda Usmoniy davlat va Fransiya o'rtasida Usmoniy imperiyaning taslim bo'lishi deb nom olgan shartnomalar vositasida erishdilar. Unga ko'ra Yevropa nasroniylari xalifalikda imtiyozlariga ega bo'ldilar va hech bir qarshiliksiz u yerda o'z loyihalarini amalga oshira boshladilar. Kelgusida bu shartnomalar barcha katoliklarga, shu jumladan Livandagi nasroniy maronitlarga ham tegishli bo'ldi. Shuningdek, Britaniya ham nasroniylarga Suriya va Livanda duruzlar bilan do'stona aloqalar o'rnatish hamda Falastinda yahudiylarga o'zlarining fikrlarini aholi orasida tarqatadigan maktab va universitetlar ochish orqali ta'sir qilishga harakat qildi. Bu ozchiliklar ichidagi ko'plab insonlar G'arb quchog'iga o'zini otdilar. Ularning urf-odatlarini qabul qildilar, saqofatlari bilan sug'orildilar, ularning fikrlarini targ'ib qildilar. G'arb tillarini o'rgandilar va hattoki ularning loyihalarini amalga oshirdilar. Hamda islomiy davlatning ko'pgina mintaqalarida ularning manfaatlarini himoya qildilar. Mana shu sabablarga ko'ra missionerlik harakatlari boshqacha tus oldi. Ular maktablar, missionerlik markazlari, bosmaxonalar va shifoxonalar ochishdan tashqari turli jamiyatlar tashkil qilish orqali islomiy davlatga qarshi hujum qilish markazi bo'lib ulgurgan Bayrut va Istanbulda siyosiy faoliyat olib bora boshladilar. 1847-yilda Bayrutda amerikalik missionerlar fan va san'at jamiyatini ta'sis qildilar. Ularning a'zolari Livan nasroniylaridan bo'lgan Angliya josuslari Nasif al-Yaziji va Batrus Bostoni hamda amerikalik Ilya Smith va Cornelius Van Dyke'lar edi. Lekin bu jamiyat Shomning barcha joylarida olib borgan 2 yillik faoliyati natijasida nasroniylardan bo'lgan bor yo'g'i 50 ta a'zo to'play oldi. Bu jamiyatning maqsadi boshida yashirin edi. Lekin bir qancha vaqtdan so'ng ular missionerlik uslubi bo'yicha ilm-fanni yoyish ko'rinishida ochiqchasiga G'arb saqofatini targ'ib qila boshladilar. Biroq bu jamiyat boshqa missionerlarda bu kabi jamiyatlar tashkil qilish istagidan boshqa sezilarli natijalarga erisha olmadi va u tashkil qilinganidan 5 yil o'tib yopildi. 1857-yilda yangi arabcha tus berilgan Suriya ilm-fan jamiyati tashkil qilinguniga qadar holat shunday davom etdi. Uning barcha asoschilari arablardan edilar. Ularning ichidan duruzlardan bo'lgan Muhammad Arslonni, musulmonlardan Muhammad Jamil Bayhumni, nasroniylardan Ibrohim al-Yaziji va Batrus Bostoni o'g'lini ko'rsatish mumkin. Bu jamiyatning maqsadi barcha tilga olib o'tilgan dinlarni birlashtirib, ular o'rtasida arab millatchiligini qo'zg'ash edi. Missionerlikning yashirin maqsadlarini, ya'ni ilm-fanni tarqatish niqobi ostida kelgusida arab davlatlarini mustamlaka qilish niyatini-ku aytmay qo'ya qolaylik. Bu G'arb saqofati va hazoratini targ'ib qilinishida ochiq ko'rinib turibdi. 1875-yilda Bayrutda arab millatchiligi fikriga asoslangan siyosiy partiya sifatida faoliyat yuritadigan yashirin jamiyatga asos solindi. Bu arab millatchiligiga va dinni davlatdan ajratishga chaqiradigan hamda ular turk davlati deb nomlagan Usmoniy xalifalikka nisbatan adovat uyg'otadigan, shuningdek musulmonlarni islom aqidasidan nafratlantiradigan islom olamidagi ilk siyosiy partiya edi. U Turkiyani islom diniga yaqinroq bo'lgan arablardan xalifalikni tortib olishda aybladi va bu jamiyatning a'zolari islomni yomon ko'radigan nasroniylar bo'lishlariga qaramay sodir bo'ldi. Bu harakat va jamiyatlarning tarixini o'rganuvchi ularni G'arb tomonidan tashkil qilinganini va boshqarilganini sezmay qolmaydi. Shunday qilib 1907-yilda Shom yurtlarida faqat qariyalarga ixtisoslashtirilgan missionerlik jamiyatlari paydo bo'lganidek, Yevropa davlatlari Bayrutda ayollar, bolalar va talabalardan tortib qariyalargacha bo'lgan jamiyatning turli qatlamlaridagi odamlar va fikrlarini yevropalashtirishga erishdilar.
Dalillar shuni ko'rsatmoqdaki, islom olamidagi falokatlarning asosiy sababchilari missionerlar va ularning o'quvchilaridir. Istanbuldagi missionerlik markazi va uning Usmoniy xalifalikni zaiflashtirishdagi ishiga kelsak, bunga keyingi mavzuyimizda qaytamiz.